Lekin bergan podarkasi degasi o'g'irlab ketyapti, qo'limdan bitta kishi olib qo'ydi. Lekin men o'g'irlaganim yo'qdi o'sha podarkani. Kerak emasdi. Qaytib boshqa umuman chaqirmasa iltimos. Bu uyda emas, 2 yildan beri mana shunaqa ahvolga tushib qolaman. Toshkentda obodonlashtirish xodimasi 8-mart kunida sharmanda qilindi. Yashnobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarini bayram bahona aldab chaqirishdi. Ular tadbirga kelganidan keyin sovg'a berildi, lekin oradan ko'p o'tmay qo'llaridan qaytarib olindi. Iltimos, endi chaqirmanglar. 2 yildan beri shu ahvol. Birovning sadaqasi kerak emas menga deydi ko'zida yosh bilan murojaat qilgan ayol. Assalomu alaykum. O'zbekiston xotin-qizlari 8-mart bayramini sizlarni tabriklayman. O'zim Yashnobod tumani obodonlashtirishda ishlayman. Bugun bizni bayram tadbiriga chaqirganida Koreya ishxonasining ichiga lekin bergan podarkasi degasi o'g'irlab ketyapti, qo'limdan bitta kishi olib qo'ydi. Lekin men o'g'irlaganim yo'qdi o'sha podarkani. Kerak emasdi. Qaytib boshqa umuman chaqirmasa iltimos. Bu uyda emas, 2 yildan beri mana shunaqa ahvolga tushib qolaman. Menga birov sadaqasi ham kerak emas. Iltimos, butun O'zbekiston xalqi ko'rsin, iltimos. Ko'rsin. Ular rozi bo'lsin, olgan oyligim arzimagan pul, lekin menga o'sha narsa kerak emas. Chaqirgandan keyin odam sharmanda qilmasin. Men o'g'irlikdan bolalarimni boqmaganman. Iltimos, shunga chora ko'rishingizni so'rayman. Bu qanday bayram? Hurmat o'rniga haqoratmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldirib, videoga bir dona like bosib qo'yishni unutmang.